فېيسبۇك şirketi chet ellardagi Uyg'urlarga tor hujumi qo'zg'agan bir turkum Xitoy xakerlarini to'sib qo'yganligini jakalladi. Facebook'ning 24 mart bildirishicha, bir qism Xitoy xakerlari bu taratquv supsidan foydalanib turib, chet ellardagi Uyg'urlarning qo'l telefoni va kompyuterlariga virus qachilaydigan yoki uni nazorat qilish imkoniyatiga ega qiladigan yomon g'arazlik yumshoq detal ulanishlarni avatgan. Bexatarlik sohasida yer shari imposa yoki yomon ko'z deb atalgan xakerlar asosligi Uyg'ur faoliyatchilar, jurnalistlar va o'qituvchilarni nishon qilgan. Xakerlar yolg'on saxt Facebook hisobotlarini ishlatib, jurnalist, o'quvchi, kishilik huquqni tashabbus qiluvchilardek va yoki bir Uyg'urda qiyofatga kirib olib, nishon qilingan kishilar bilan aloqa qilgan va ularga yomon g'arazlik tor ulanishlarni avatgan. Reuters agentligining xabarida aytilishicha, xakerlar yana Uyg'urlar ko'proq biladigan Uyg'urcha va turkcha xabar tor bekatlariga o'xshaydigan tor nomlarini ishlatib turib, yomon g'arazlik tor bekatlarini qurgan. Ular yana nishondagi kishilar doim ziyorat qiladigan tor betlarni xakerlagan. Bu xaker guruhlari yana Android telefonlariga tushiriladigan namoz applari va lug'at qatorliq yomon g'arazlik Uyg'urcha applarni yasagan ekan. Tekshirish natijasida Facebook bu applarni Beijing Best birlashma texnik cheklik shirkati va Dalian Rush 9 texnik cheklik shirkatidan iborat ikki Xitoy shirkati yasaganligini bayqagan. Reuters agentligining muxbirlari bu shirkatlarga va shundaqla Amerikadagi Xitoy elchixonasiga voqea haqida telefon qilgan bo'lsa-mu, javob olmagan. Ma'lum bo'lishicha, hujum nishoni qilinganlar asosan Turkiya, Qozog'iston, Amerika, Suriya, Avstraliya va Kanada qatorliq davlatlarda yashaydigan Uyg'urlar bo'lib, alohazal 500 kishi atrofida ekan. Xitoy hukumatining maxsus chet ellardagi Uyg'ur jamoati va Uyg'ur tashkilotlarini nishon qilib, ularning telefon va kompyuterlariga so'qinib kirishga urinayotganligi ilgarimo bir qancha tor bexatarlik shirkatlari tomonidan dalillangan. Facebook şirketining e'loni Xitoy xakerlarining Uyg'urlarni nishon qilgan tor hujumining yana bir qitim isbotlanishi bo'lib, kuchli inkas paydo qilmoqda.